gapirib charchab ketgandirsiz a? Sizga ichimlik olgandim. Xo'sh, nimaga to'xtalib o'tirgandik? Mashinalaringiz menga yoqdi, faqat kredit bo'lmasin. Xo'p, singlim, qarang, sizga kredit bo'lmasa agar bizda 13 dan ortiq avtomashinamizga pikap deysizmi, crossover deysizmi, sedan variantimi yoki gruzovoymi, farqi yo'q. Gibrid deysizmi yoki elektromobilmi yoki benzinmi, siz shu mashinani bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Bo'lib to'lashga qanday? Siz mashinani bosh to'lovini qilasiz, qolganini 1 yildan 2 yilgacha foizsiz sug'urta xarajati ham bo'lmaydi, notarius xarajati ham bo'lmaydi. Siz 10-chislogga shartnoma qilgan bo'lsangiz agar to'lovingizni, siz 20-chисло yoki 30-chislogga kelib to'lov qilsangiz ham penya tug'maydi. O'z tannarxida bo'lib to'laysiz faqatgina. Mashinani prosta kelib to'lovni qildingiz, 1 soatda minib ketasiz. Bunday imkoniyatlar har doim ham bo'lib o'tirmaydi. Sizga shunday qulay imkoniyatlar kerak bo'lsa agar, Hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.